obunachilar, sizlar bilan bu VPN Minecraft. Bugungi videoda biz yangi versiyani obzor qilamiz. Bu versiyani qayerdan olaman desanglar Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanal kommentariyada bo'ladi. Va men skinimga e'tibor bermaysizlar. Mana o'zimni chin skinim yo'qolib qoldi yangi versiyani o'tkazganimga. Mana olmos. Diamond. Endi meni qo'l olishadi. Bilmayman agar olmasak qolsa. Mayli video boshlaymiz. Birinchi navbatda biz mana Dread gasdan boshlaymiz. Bu narsani sizlar anaqa yerga qo'yib qo'ysanglar ishlamaydi. Buni hech qachon yerga qo'ymanglar. Nabarot bu narsa mana qaranglar. Suvga qo'yish kerak bo'ladi. Yangi uploadlangan versiyalar Telegramda bo'ladi va Action Stuff modi ham ana suvga qo'yasizlar. Qo'yasizlar o'sadi. Mana modga qo'ysanglar nabarot qarat narsa chiqqan kerak edi. Mana qo'yasizlar. Buni obzorga qo'ymaydi. Mana hali katta bo'ladi. Bunga nimadir ovqat berish kerak edi. O'shadan chiqdi. Va endi o'sha Happy Gas'ni yangi versiyasiga o'tamiz. Mana o'sha gas. To'xta bu yoqqa. Tepaga uchamiz. Mazza. Buni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Versiyani va Action Stuff modlarni telefonga kerak bo'ladigan modlarni men Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Fikrlaringizni ham yozib qoldiringlar. Keyin gasli yangicha super qobiliyatim bor. Buni ustida o'tirganingizda shuni o'tirib kelsangiz ustida paydo bo'ladi. Zo'ra? Mana qaranglar. Mana sakrab yuraverasizlar. Nega men baribir pastga tushaman? Endi esa biz boshqa narsalarga o'tamiz. Birinchi navbatda menga versak kerak. Mana versakingizni olinglar. Obsidianga qo'yamiz buni. Buni turishdan bo'lachilar. Bu versiyani o'ziga yarashgan yomon taraflari ham bor. Bu versiya masalan Spear hali qo'yishi esingizdan chiqarib qo'yishdi. Buni modini tashlab qo'yaman. Spear modini Telegramga tashlab qo'yaman. Va bu o'sha yangi narsani masharanga yoqdi. Keyin yana bitta narsa obunachilar. Tayyormisizlar? Mana. Sizlarga surpriz. Mamlar realistik qilishibdi Minecraft. Bu juda yaxshi bo'ldi. Ko'plarga qo'yganlarni bilmadim. Menga hozir verstak qolamiz endi. Mana qilib biz soldik. Buni endi hozir bunga qo'yamiz. Va obsidian tashlab olgan. Taxta mana. Hozir nima qilishimni sizlar ko'rasizlar. Mana bu narsa Dark Oak Shell. Shunaqa narsa qo'shdi Minecraft. Mana. Menga mana narsani so'rayapti. Endi versak o'tamiz. Va versakda o'sha sizlar bilgan narsalar. Yengagina asboblar. Bular ko'plarga foyda bo'lgan deb o'ylayman. Masalan, birinchi vijivaniya qilayotganlarga aniq foyda bu narsa. To'g'rimi? Yana shunga javob. Bizga oyoq kiyim kerak. Sizlarga kapitan oldim, hamma
Nimaga beryapsiz? Obunachilar yengigina abrolarida shunaqa yangi brendlarni qo'yishdi. Va hali hammasimiz mana hozir ko'rasizlar. Qilichi bor, topori bor, boltasi bor, yelkasi, lopatkasi bor, qo'yisi bor. Mana full set narsalari bor. İstersen takalım oraya. Kovalar mı yıkıyorsun? Ya, bam. Var da işte olsun. Ne? Ben uzun brand taşı vardı. Peki brand ya uzun yazarım ben de. Kreatif. Brand var. Yine bize o'tadigan narsalar mana shunaqa go'limchalar. Bularni taxlab qo'ysak, taxlab qo'ysak ham bo'ladi. Bularni qanaqa tiltiramiz? Qanaqa tiltirsak bo'ladi? Yosh. Obunachilar bir minutda kelamanmi? Obunachilar men qaytdim. Hozir ketolmay. Osh, mana endi aniq qaytdim. 100%. Endi bularni yo'qotamiz deb buni tiriltirish narsasini topamiz. Mana bo'lsa kerak. Mana shu bo'lsa kerak. Ana shuni qiling. Bu tuxum ekan. Tuxum ekan bu nima? Yengicha tovuqlar va yengicha sigir, cho'chqalar qo'shilgan. Shundan tuxum men bilan yo'qsim kerak. Kadi kerak. Qovoq. Bunaqa qilib mana sandiq bilan paydo bo'lar ekan biriki. Qaqqa qo'yacaqsan. Men bilan tiltirish yetmanga. Men bilan tiltirish yetmaysiz. Men tiltirishni nasıl o'rishadi? Ranglarga realistik qo'yishibdi. Yana bitta narsa oladilar. Mamaga barli. Mamaga realistik dedi. Mamaga barli. Zo'r abi. Nimaga olyapsan? Krize. Mana og'am o'pdi. Mana sanda qo'y. Jinni. Jinni qo'yganman. Nima ekan? Yashilga qo'ydilar. Ketdi. Yo'q. Yo'narkan. Короче, men yondirishni bilmadim. Mana uni yondirishga. Bunisi kalib. Bu haykalmi? Bu haykal ekan endi. Bu haykal ekan.
obunachilar. Videomiz shu joyda tugaydi. Ko'rganingiz uchun, meni kuzatganingiz uchun rahmat. Bu yangi versiya va modlarni, bir qancha modlarni, Action Stuff modlarini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanal kommentariyada bo'ladi. Bo'lmasa ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan bu Viper Minecraft bo'ldi. Lekin yangicha skinda, olmos skinida. Like bosinglar, obuna bo'linglar va fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Ko'rishguncha xayr.